Ustasiz a? Sir bo'lmasa bu ish bilan qachondan beri shug'ullanyapsiz mustaqil? Mustaqil 5-6 oydan beri shug'ullanyapmiz. Ishlab chiqarish joyingiz shu. Shu joyimizda. Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qorasoqol. Qorasaqol qishlog'idan syomka qilyapti ekanmiz. Xudo xolasa ekranga ustimizdan nomerlari chiqdi. Oxiri 65 yo'q 9653 raqamlari ekranga chiqdi. Xizmatlarimiz bog'lana olasizlar. Xo'p, usta, birinchi reklama berishingiz mavzu, reklama bergansiz bundan avval. Biz reklama berishimiz xohlasa. Bizga bo'lmasam obunachilarimizga narxlarni ham arzon berasiz, birinchisi boshlanishiga. Bunisilarni beramiz. Hozir qarang, bu yerda soni ko'p. Zangor hamda qizillar turibdi. Bularni vazifasi, narxlari boshqa-boshqa. Ular vazifalar boshqa materiallarda farqi bor ekan, materiallarda farqi bor. Funksiyalarda o'zi nimalarda farqi bor ekan, o'zlarini boshqa tushuntirib, narxlar beramiz. Yaxshi, birinchisi qancha? Birinchisi mana bu gramchamiz aka, bu mayin setadi qo'yib qo'ygan ekan. Xudo xohlasa. Xo'p, ishlar mahalliy ekan, to'y xonset bo'ladi o'zida. Mol boqib, qo'y boqib, mayin holatda, yorma holatda. To'y xonsetga tushadi aka. Gramchamiz aka, yomg'irlari badal turbadan bo'ladi aka, qalin turbadan bo'ladi. 6-7 lik turbadan bo'ladi aka. Motorlar 6,5 kilo, 3,5 bo'ladi. Ishlar tayyorlab, hamyoqlari bosama tashlashlargacha bor ekan. Ishlar mahalliy ekan, quyma zamas mahalliy. Og'izlari ham kengaytirilgan variant aka. Orbas keng variantda yomg'ir joyda aka. Asosiysi yetarli ham pullarni ancha ko'p. Bu ishni yetalashga vazifasini nima bajaradi? Vazifasini bajaradi, yomg'ir joyda emas. Yomg'ir joyda bo'ladi aka. Hozir qarang. Bitta mana shu kreditni nasab kesib o'zgarganda ushbu nasab vazifani bajaradi. Shu chiqarib oladi. Universal bo'lib don hamma o'zgarib oladi. Tanlab beradi. Yaxshi. Hop, bitta ko'rsatamizmi? Qanaqa qilamiz? Boshqa ko'rsatib chiqarib, hammasini tushuntirib beramiz aka. Hop, birinchini ko'rsatamiz. Somon chiqarib, qo'yib olib setkazib qo'yilgan aka. Chiqarib beramiz aka. Yinga keladi buni. Bular yomg'ir joyda, yomg'ir joyda chiqarishga to'g'ri. Hop, bunisi kengisi qanaqa? Kengisi mol variant aka bu. Masalan, Bundan qo'yasizlar. qo'yishamiz. Hozir sizda turbo brend bilan nima qilasizlar? Ish yuryapsizmi? Ha, bu bilan boshlanadi. To'g'ri, Yaxshi. Bu nasabga qanaqa bo'ladi? Mol boqish. mol boqib, mol boqib. Ha, ikkita aka, bu mol boqib ketib qo'ygan. Yirik bo'ladi. Ha, mol yirik bo'ladi. Gap yo'q. Hop, bunisi mol boqish uchun. Kengisi qanaqa? Kengisi yorma holatda, qo'yib boqib. Dolar beradi. Buni qarang, faqat bitta nima ko'plarga nima qilyapti tanlaydi. Buni hop, bizga nima qilyapti? Hop, ikkinchi joylari bor, joylari bor. Hop, shuni ikkinchi qo'ysak, tanlab beramiz. Yaxshi bo'lyapti. Hop, bunisi qanaqa birinchi ko'rsatsangiz? Buni mayin holatda chiqarib beradi. Bu doy makkalarni qo'langanlarini, Sotasiz holat. sotasi holatda, arqa, bu doylarni mayin qo'yadi.